Koreyaning erkatoy kelinidan hammaga salom. Koreyaga kelganimni ertasi kuni ertalab turib, mevalarni kesib yeb, turmush o'rtog'im bilan birgalikda больницаga yo'l olganmiz. Больницada polni tekshiruvdan o'tib, ya'ni o'ziga tushib, qonimni tekshirtirib, dokument qilgani borganmiz boshqa shaharga. Oldingi videoyimda aytib o'tganimdek, kelganimda har bitta narsa qiziqdi, hattoki yo'lda ham har bitta narsani videoga olib, istoriyalarimga qo'yishga harakat qilardim. O'zbekistonda yurganimda istoriyalarimni 20 ta 30 ta odamlar ko'rishardi. Koreyaga kelganimdan keyin 100 ta, 130 ta, 140 tagacha odam ko'rardi. Men esa ulardan motivatsiya olgan holatda har kuni istoriyalar qo'yishga harakat qilardim. Lekin bu yo'llar kimga qiziq bo'lgan ekan bilmadim. Yo'l yursak ham mo'l yurib biz dokument qiladigan joyga yetib borganmiz, lekin onlayn uchrit olmaganligimiz uchun bizga ertasi kuni kelinglar deb aytgan. Turmush o'rtog'im ertaga meni vaqtim yo'q, bugun qilishimiz kerak deganlar. Keyin unda 2 soat kutib turasizlar, 2 soatdan keyin sizlarni uchritinglar keladi degan va biz 2 soat ko'chada aylanib turganmiz. Ya'ni shopping qilganmiz, ovqatlanganmiz, xullas shunaqa. Ishonsanglar, mana shu joyni televizorda, telefonlarda ko'rganimda shunaqa havas qilardim, shunaqa kirgim kelardi ichiga. Yonidan ko'rsam, o'ynab ko'rsam deyardim. Rosa niyat qilardim-da va niyatimga erishganman. Mana shu joyda oynab turgan ekan, turmush o'rtog'im rasmga tushamiz deb o'ylaganlar. Men videoga olayotganim uchun video buzilmasin deganman-da, videoni to'xtatmasdan olishda davom etganman. Chiqqanimizdan keyin turmush o'rtog'im nega to'xtab rasmga tushmading? Men rasmga tushamiz deb o'ylabman, chiroyli bo'lib boribman deganlar. Rosa kulganman. Bu o'yingohchani qaraylik, chiroyliligini videoga ham dashi yetkazib bera olmayapti. Hayotda o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ko'rsanglar shunaqa chiroyli. Qizimiz kattaroq bo'lib, o'ynaydigan bo'lganda albatta tez-tez borib turishga harakat qilamiz. Shu joyda turmush o'rtog'im meni yo'qotib qo'yib qidirib yuribdilar. Biz shoppinglar qilganmiz, undan keyin ovqatlangan o'tganmiz. Bu mol go'shtini tuxumga botirib pishirib berarkan, ta'mi shunaqa zo'r edi, yumshoq bo'lib pisharkan. Qo'shimchasiga uksusli piyoz ham bergan. Shunaqa tez-tez aylantirib turarkan pishgungacha. Biz bittasini o'sha joyida yeganmiz, issiqligida bittasini olganmiz, chunki juda ham har xil ovqatlar yeb ko'rganimiz uchun qornimiz juda tez to'yib qolgan. Bu yog'i mukbanda ham turmush o'rtog'im o'zim yedirib qo'yaman deganlar va yedirayotganlarida uni piyozni, go'shti suvi oqib ketgan. Va uni o'zlari artib qo'yganlar. Meni tirnoqlarimni qaranglar, qizligimda shunaqa tirnoqlarimni yaxshi ko'rardim. Har xil ranglar qilardim, har xil ambrela qilardim va chizmagan narsam qolmagan bu tirnog'imga. Undan tashqari to'q-po'ki oding va tog'li shashlik ham yeganmiz. Undan keyin dokument joyiga borib, dokumentlarni topshirib, uyga qaytayotganimizda marketga kirib bozorlik ham qilganmiz. O'zi ham marketdan olmagan narsamiz qolmagan. Mana shu karsinkani to'ldirganmiz. Ko'zimga nima chiroyli ko'rinsa, nima yegim kelsa olgan ekanman. Hozir ko'rsam, rosa ko'p yogurt olib berganlar. Men yogurtni yoqtirmayman, yemaganman. Uncha turmush o'rtog'im majburlab yedirardilar homiladorligimda. Sizlarga ham shunaqa turmush o'rtog'inglar majburlab narsa yedirarmidi? Foydali, vitaminli, xudo eslasam. Bilasizlarmi, shu homilador bo'lgan paytimizda zararli narsalarni ko'proq yegimiz keladi. Misol uchun men gamburger, kola tura olmasdim. Hozirgacha ham shunaqaman-ku. Turmush o'rtog'imdan rosa ko'p so'kish eshitardim. Kolani ko'p ichmadirdilar, zararlidirdilar. Lekin men rosa ichkim keladi. Apelsin sokini qaraylik, ikkitadan olganimni. Rosa nordon narsalar ichkim kelardi o'sha payt. Bu videoni o'zida raspakovka videosi ham bo'lib ketdi, chunki u payti videolar olmasdim, Instagramga umuman qo'ymasdim, faqat istoriyaga qo'yardim. Biz bozorlikka borib ovqatlanishga yo'l olganmiz. Sangetan yeganmiz o'sha kuni birinchi marta. Men qanday yeyman bu ovqatni rosa o'ylanganman, lekin 3-4 marta yeganimdan keyin hozir mazza qilib yeyman. Uyga kelganimizdan keyin turmush o'rtog'im bilan armiyaga borgan rasmlarini pulni boshidan oxirigacha ko'rib chiqqanmiz. Hozirgacha ham shu do'stlari bilan gaplashib turadilar. Hayron qolaman to'g'risi. Farzandli bo'lganimizda ham bizga sovg'alar jo'natishgan shu do'stlaridan. Xullas shunaqa qilib ikkinchi kunimiz ham o'tgan. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Yuraklaring siqilib ketmadi degan umiddaman.